Qisqa videoni yuklash tugmachasini ustiga bosamiz, videomiz tayyor. Internetda pul ishlash deganda ko'pchiligimizni xayolimizda bir chekkasiga YouTube kelishi rost. Xo'sh, YouTube qanday qilib bizga pul to'laydi va hokazolar. Ammo ko'pchiligimiz YouTube'da qanday pul ishlash kerakligini, g'oya, kontent yoki YouTube'dan ishlagan pullarimizni chiqarib olish haqidagi muammolar va shunga o'xshash ko'plab bilmaydigan xatolarimiz tufayli biz YouTube'dan qanday pul ishlash mumkin ekanligini bilmaymiz. Ammo men ana shu videoda qanday qilib siz, birovlarning videosini reaksiya video bildirib, qanday qilib, YouTube orqali, sarmoyasiz pul ishlash mumkin ekanligini o'rganib olishingiz mumkin bo'ladi do'stlar. Hammaga salom aziz do'stlar, sizlar bilan Easybirdie YouTube kanali va mana shu videomda sizlarga, yuqorida aytib o'tganimdek qanday qilib YouTube'da pul ishlash mumkin ekanligini tushuntirib o'taman. Birinchi navbatda bizga aynan mana shu bot kerak bo'ladi. Silkasini kommentariyada qoldiraman. Start bosib kirib olamiz va ya посмотрел degan tugmani ustiga bir necha marta bosamiz va bu yerdan tanlov qaysi platformani tanlaymiz, shu YouTube'ni ustiga bosamiz va nima uchun pul ishlashni bosamiz. Like uchunmi, просмотр uchunmi yoki komment uchunmi degan savol beriladi va biza просмотр uchun degan tugmani ustiga bosamiz. Ana endi bizada mana shu oyna ochiladi. Ya'ni kurslarni tanishtirib o'tadi. 20 rubl, mingta просмотр uchun, 10 rubl bitta like uchun degan havolalar qoldiriladi. Biza mingta просмотр uchun degan tugmani ustiga bosamiz. Xohlasak boshqasini ustiga ham bosishimiz mumkin va biz qaysi sohada pul ishlamoqchimiz shuni ustiga bosamiz. Ya'ni reaksiya videolar bildirib pul ishlamoqchimiz. Va endi biza pul ishlashimiz uchun biz boshqa botga o'tishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun aynan mana shu Bugs Bunny botiga o'tishimiz kerak bo'ladi. Bu botga ham avtomatik start berib kirib olamiz va mana bu yerda читать instruksiya degan tugmani ustiga bosamiz va bu yerdagi instruksiya bilan tanishib chiqamiz va я всё изучил degan tugmani ustiga bosamiz va bizda mana shunaqa oyna ochiladi. Va bu oynada biza birinchi YouTube kanal qo'shib olishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni "Moи kanali" degan bo'limni ustiga bossak, bizada kanal ulangan kanalimiz chiqadi. Men oldindan bitta kanal ulab qo'yganman va sizlarga ham hozir qanaqa qilib yangi kanal ulashni ko'rsatib o'taman. Buning uchun "Добавить kanal" ustiga bosamiz. Bu yerdan esa shunaqa yozilgan, ya'ni YouTube kanalimizni silkasini jo'natishimiz kerak. Buning uchun kanalimizga o'tib olamiz va tepadan kanal haqidan ustiga bosamiz va tepadan 3 ta nuqta chiqadi. O'shani ustiga bosib, ulashish tugmachasini ustiga bosamiz va bu yerdan kanalimiz havolasini nusxalab olamiz. Keyin yana botga qaytib o'tamiz va boyagi silkani botga yuboramiz. Mana bot bizni YouTube kanalimizni tanidi va endi kanalimizni tasdiqlab qo'yishimiz kerak. Haqiqatan ham shu bizning kanalimiz ekanligini. Buning uchun yana подтвердить tugmachasini ustiga bosamiz va bu yerdagi shunday bir maxsus so'z beriladi. Это моя стейка degan so'z, ana o'sha so'zni nusxalab olamiz va kanalimizni tavsifiga qo'yamiz. YouTube'ga kirib olamiz, kanalimizni ochamiz va mana bu qalamchani ustiga bosib olamiz. Va mana bu yerda kanalimizning tavsifi degan joyi bor. Mana shuni tahrirlab olamiz, ya'ni nima desam bo'ladi? Boyagi nusxalab olgan so'zimizni qo'yamiz. Va mana qo'yib ham oldik. Это моя стихи degan so'zni qo'yib oldik. Endi botga qaytamiz va подтвердить degan tugmani ustiga bosishimiz kerak bo'ladi. Do'stlar, shu подтвердить degan tugmani ustiga bosib kanalni tasdiqlab olsangiz bo'ladi. Ammo men bitta kanalim borligi uchun ikkinchi kanalni tasdiqlamadim. Sizlar tasdiqlab qo'ysanglar, kanalingizga ulangan bo'ladi va endi sizlarga
Videolarga reaksiya bildirib, YouTube'ga video qo'yib pul ishlashni ko'rsatib o'taman. Undan oldin esa kanalni statistikasi bilan tanishtirib o'tmoqchiman. Ya'ni proyekt 10 oydan beri ishlab kelyapti va 3830 ta hozir aktiv odam mavjud. 10 kundan beri 1233 ta odam aktiv ekan. Bugun esa 221 ta odam aktiv, ya'ni shunaqa statistikalar mavjud. Va do'stlar, bot shunaqa qancha pul to'laganligini ham ko'rsatib o'tgan, ya'ni umumiy hisobda 2.300.000 dan, bu oy esa 143.000 rubl, bu hafta esa 56.000 rubl to'lab bergan. Va bu yerdan to'lovlar summasini ham ko'rib olsak bo'ladi. Bu yerdan ko'rishingiz mumkin, kriptobot uchun to'lov amalga oshirilgan Aleksandr va yana boshqa summalarni ko'rib olsangiz bo'ladi. Endi bu yerdan pul ishlashimiz uchun "Получить ссылку на video" degan tugmani ustiga bosamiz va ana o'sha ulangan, tasdiqlangan kanalimiz chiqib keladi va biz har kuni 3 tadan video yuklab borishimiz mumkin bo'ladi. Va mana shu tugmani ustiga bosganimizdan so'ng bizga aynan mana shu video paydo bo'ladi. Silkani ustiga bosib YouTube'ga o'tib olamiz. Va mana bu video endi paydo bo'ldi. Pastda ko'rib turgan bo'lsangiz, plus tugmachasi bor. Plus ustiga bosamiz va yashil ekran degan tugmani ustiga bosib olamiz. Endi mana bu tepadagi 15 sekund turibdi, dumaloqchani ustiga bosib 28 sekund qilib olamiz. Pastdan esa to'liq videoni tanlab olamiz va tayyor degan tugmachani ustiga bosib olamiz. Do'stlar, mana bu videoni bir chekkasiga yuzimizni qo'yib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni reaksiya bildiramiz o'zimizning videoga. Mana chekkasiga o'zingizlarning yuzinglarni qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Va bu yerdan endi kanalimizda kanal deyman, videoyimizni nom berishimiz kerak. Ruscha, albatta ruschani bu yerdan nom tanlab olamiz va davom etamiz. Bu yerdan esa auditoriyani tanlaymiz. Tanlash ustiga bosamiz va yo'q, bolalar uchun emas degan tugmani ustiga bosib orqaga qaytamiz va videoni yuklaymiz. Mana do'stlar, video ham yuklab bo'lindi. Endi все сигналы degan tugmachani ustiga bosamiz va videoyimizni ссылкасini olib botga tashlaymiz va jo'natamiz. Keyin esa do'stlar videoyimiz qabul bo'ladi. Bu yerdan esa "Moya statistika" degan tugmani ustiga bosamiz va pul chiqarib olishimiz uchun minimum 10 kun davomida har kuni 3 tadan video yuklab borishimiz kerak bo'ladi va minimalka 300 rubl pulni yig'ishimiz kerak bo'ladi. Va do'stlar, mana bu yerda "Обновить" degan tugmachani ustiga bosib statistikalarimizni обновить qilib olsak bo'ladi. Do'stlar, bu yerda ham xuddi shu pul chiqarib olishimiz uchun 10 kun va minimum 300 rubl pul yig'ishimiz kerak ekanligi haqida aytilgan. Do'stlar, bugungi videoda hamma narsani aytib o'tdim. Xayr, sog' salomat bo'linglar. Videoyimiz shu bilan o'z nihoyasiga yetdi. Kelasi videolarda ko'rishguncha xayr do'stlar.